Hammaga salom do'stlar. Bugun seshanba, ya'ni 3-iyun oyi. Hozir biz kollejga ketamiz. To'g'rirog'i, men hozir esdan chiqib qolibdi uyda video olishlik, to'g'rini aytganda. Mayli. Bugun o'sha hayotimdagi eng ajoyib va qiziqarli kunlardan biri. Ya'ni bugun kollejda ham imtihon. Undan tashqari Everestga borishim kerak ingliz tili masalasi bo'yicha. Undan tashqari yana bir ikki ishlar bor, ya'ni qilishlik kerak bo'lgan. Uni ham hali videoga o'sha qadam tarzda olib boraman. Hozir mamaganda mahalladan ketaman. Soat 7:30 ochdi, o'zi 6:30da turdim. Target masalasi o'sha content plan o'ylab u yoq bu yoq qilib turib ozgina vaqt ketib qoldi. Kiyinib такой ketishlikka to'g'ri kelib qoldi. Sochiga e'tibor beringlar, soch enasini ko'ryapti. Xullas, kollejda ko'rishamiz. Omad. Odatda mana shunaqa popka kiyib yuraman. Ya'ni popkaning ichida o'sha notebook, ingliz tili kitoblarim, undan tashqari yana bir ikki daftarlar bor. Endi popka yaxshi bo'lganligi uchun такой popka ham taqib qolaman. Popka aytsa ma'noda like suitable, to'g'rimi? O'sha hamma narsa olishlikka, o'sha notebook ham sig'adi, daftarlar, balobatlarlar misol uchun o'tirib yaxshiroq joy bo'ladigan bo'lsa, content analizini qilib turib, undan tashqari Facebook Ads'dan targetli olishim mumkin. Ya'ni bu taraflama muammo bo'lmaydi. Qaysidir ma'noda. Hop, odatda mana mashina turadi. Ya'ni bu yoqdan kelaman, asosan bitta Damas'lar bo'ladi. Endi Damas endi meni o'qishimgacha 5 mingga borib qo'ygani sababli men bu yerda tanlayman. Bratlar bilan to'g'ri ketaman, tezroq ham yuradi. Bugun vaqtimga ko'p ekan, kecha umuman yo'q edi. Keldik kollejga. Mamaganda biz kollejimiz shunaqa tabiatga mos, daraxtlar ham ko'pgina. Anta biz kuzatib hozir soat 8:30 ochdi. Mana yopiq birinchidan, ikkinchidan misol uchun bizga aytilgan soatdan hop yo'q bilan yarim soat o'tib ketdi, sahv aytganda. Sahv aytganda. Momaganda men shoshilib yugurib kelaman. Baribir yapon tili o'rganganim sababli yapon madaniyati va yaponlashishga endi bu yoq endi harakat qilyapmiz. Ya'ni yaponlash deganda madaniyati va turli xil o'sha ular qiladigan va ular o'zlariga qonunni bilgan narsalar, ya'ni o'z vaqtida kelish, aytilgan soatda joyda bo'lishlik va boshqasi. Hozir men kelyapman, yugurib shoshilib boshqa qilib kelsam hech kim yo'q. Birinchidan, ikkinchidan qon yopiq. What the fuck? Nima? Bir o'zbeklarga tegishli bo'lgan holatda bu nima ham bir degansiz. Disgusting bo'ldi. Nimaganda patashgan ekan. Hozir aytaman nimaligini.
yaqinroq esa yaqinroq. Kirgizroq, ha? Xo'p, hozirgacha men targetni bilaman, targetdan xabarim bor deb yurar ekanman. No, hozir bu yoqqa kelib, ya'ni bunga amin bo'lib, men o'ylar ekanman deb hozir fikrlayapman. Ya'ni boshim qotib qolgan, yo'nalish bilaman, yo'nalish qanaqaligini, lekin o'xshamayapti. Shuning uchun aldagandan foyda yo'q ekan. Ya'ni men o'zimdan va boshqalarni aldagandan foyda yo'q ekan. Mana nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak degan fikrlar o'ylayapti. Shaylanib. Sababli bitta o'rgangan narsam o'zimni va boshqalarni aldashdan foyda yo'qligi va bu oxiri borib nolga, ya'ni natijani nolga tushirib olishga, katta ehtimol bilan sabab bo'lib qolar ekan. Shuning uchun aldamaslik kerak. Tarixni ham tugatib oldik. Kulgili ravishda nimaga umumiy hisobda 50 ta test bo'ladi. Test savol O'zbekiston tarixi va jahon tarixidan. Nechta topganman deb o'ylaysizlar? Endi men tarixdan juda zo'r emasman, juda yomon emasman. Lekin shunga qaramasdan kam. Yarmini ham topolmadim. Qo'pol qilib aytganda 22 ta topdim. 22 ta topdim. Hozir o'tirdim. Demotivatsiyaga tushib, ya'ni bunaqa bo'ldi degan ma'noda. Keyin hayotning bitta narsa keldi, ya'ni bu hayotning tugagani emas. Bu ya'ni tarixni yiqildingmi? Xo'p, uni misol uchun aniqlashtirish kerak. Nimaga? Misol uchun kam bo'lsa, keyingi safar misol uchun topshirishga imkoniyatni tug'dirib, unga yaxshiroq tayyorlan va misol uchun yaxshiroq ball ol deyishlikka hozir o'sha qarorga keldim, to'g'rirog'ini aytganda. Xonada mendan boshqa hech kim qolmadi. Bitta o'zim, bitta o'sha targeting bo'yicha o'zimning ishimni qilib o'tiribman, qisqa qilib aytganda. Tashqarida kimdir yomon bir mazgini qotiryapti. Nimadir qilib xullas. Shu. Shunday gaplar. Xullas hamma uyiga ketdi. Nimaga men ketmadim? Chunki soatimiz deyarli 13 bo'lib qoldi. Bir soat shu 2:30da burdan chiqib to'g'ri Qo'yliqqa va Qo'ylardan to'g'ri o'qishga. Everestda ko'rishamiz hali. Everestda hali zo'r videolar bo'ladi degan umiddaman, chunki u yerda bolalar, qizlar, ya'ni bo'ladi, dars jarayoni bo'ladi. Qisqa qilib aytganda shunaqa biroz shoshdim. No, okey. Nimadir qilish kerak xullas. Shu. Hop, va nihoyat biz ketyapmiz. Soat 2 bo'lib qoldi. Bo'lmaganda bugun yomon kun bo'lmadi, qisqa qilib aytganda. Lekin oson kun ham bo'lmadi. Mayli endi Everestga ketsak, ozgina speaking facts qilamiz, introduction guruh bilan. Let's go. Biratam yo'lni o'rtasida tashib ketdi. Sal nariroq ham borgani yo'q. Shunga yurib borishga majbur bo'lib qoldim. Atak Qo'yliqqa ham kelib qoldi.
bekatga poyezd kirib kelmoqda. Vagondan chiqayotganingizda buyumlaringiz Xo'p, boshdan aytganda, mana hayotimdagi to'g'riroq mana dars bo'ladigan kuni eng katta motivatsiya bilan bemalol ayta olaman. Nimaga? Chunki har doim mana shu yo'ldan o'tishlik va shu bilan qatorda qaytishlik bo'ladi. Aytganimdek, bu yerda mehmonxona, bu yerda katta bir tashkilotning binosi va yana nimadirlar bor. Undan tashqari atrofga qaraydigan bo'lsang, hammasi qimmatbaho va misol uchun premium darajadagi mashinalar. Qimmatda, ozdan emas. Keyin odam sirrozi o'ylaydiki, darhol, mana bular yashayapti, bular ham o'zbek, bular ham odam va bular ham O'zbekistonda yashamoqda. Nima qilishim kerakki, bular kabi yashashlik, bulardan yaxshiroq yashashlik uchun degan xayol bo'ladi. Ya'ni o'ylanish bo'ladi xullas. Mana shu eng zo'r katta narsa deb o'ylayman. Hello guys, I'm in a campus, like Everest campus actually, and then it's like doing car arts portion actually, and then that's about food sexually, and then I'm gonna tell you that question. So, what is your favorite food? I mean, that like any or dishes, right? And then tell me about its main ingredients, right? And then I want to talk about pulao, like my in my country's famous, I think, and then in my home too. Therefore, I decided to talk about. Well, yeah, I think that book. That's a good one to talk, to practice, like speaking, and you can find a lot of information about him, and then about like part 2, part 1, part 3, I hope so, but I had a part 2 only, and then I'm gonna buy another book, I think so, and that's gonna be at the part 3 or part 2, I don't know really, but that is good one, to talk, and that prepare to, IELTS exam, right, and then part 2, part 1, part 3, I think so, therefore keep going, and then keep watching it. Hozir bitta zo'r yangilik bor. Bu o'qishimga emas, ishimga tegishli. Ya'ni bu yoqqa kelib turib, notebookni ochib qaraganimda mana yozib turibdi. Tarjimasini biladingiz beti. Joniy hisobisi уже faol bo'lib, undan tashqari mana 390 taga yaqin ko'rishlarga erishdi. Umumiy qamru. Bundan tashqari har bitta ko'rish 37 sentdan to'g'ri kelyapti ekan. Hop ish qilib $5 yarasha yoqib, undan tashqari bilet topib bersa, shuni o'zi meni targetim. That's it. Let's talk about in English, right?
listening. What things say? Writing time. There are many reasons why children shouldn't study at boarding schools. Firstly, separate subject yo'q yo'qda. Qaraga. It yoki study it bo'lsa bo'ladi. Chunki tepada mana study at boarding school. Xo'p do'stlar, soatimiz millari 19:00 arafasida, qisqa qilib aytganda, Everestdan chiqdik. Biramalla. Bugungi dars writing uchun bo'ldi. Writingdan bir ikki muhim o'sha sectionlarni o'rganib, yozishga harakat qildik. Bir ikkita mavzu ustida, bir ikkita yana bir necha usullarni o'rgandik, qanaqa o'rganish kerak, qanaqa yozish kerak hisob aytganda. Hozircha shunaqa. Ya'ni soat 7 bo'ldi. Hozir uyga borguncha soat 8:30-9 atrofida bo'lib qoladi. Monster is coming, man. God damn it. Bir poyezdim ketib oldi. Tramvay. Yaratgancha men yo'lim bu yoqda edi. Biz qaytamiz. Coming back. Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Keyingi bekat yangi obod. Keyingi bekat Qo'yliq. 7-bekat. Hurmatli yo'lovchilar. Freedom. Welcome to freedom, my boy. Looks like darker than before. What do you think? Mana shu pulga nima olishni sizlarga o'rgataman. To'g'ri men so'm. Orman ekan so'rang. 1 litr suv ol. Nechi pul? 5000. 4000 ga mabodo berib olmaysizmi? Bravo. Hadi. Mana nihoyat mana o'zimni restoronga ham yetib keldim. Qanaqa yetib kelganimni o'zim bilmayman to'g'risi. Ozgina ko'zim ilinib qolibdi. Ozgina uxlab oldim biroz. Shu biroz vaqtli uyqu ham juda katta bir energiya bera oladi, katta ehtimol bilan. Ya'ni buni nomini nimadir ham dirda adashmasam. Ya'ni 30 va 45 daqiqa orasida bo'ladi bu uyqu va eng zo'r uyqulardan birida bu. Ochig'i 4 ming bilan nima olish mumkinligini men ko'rsatgandim. To'g'rirog'i yemagandi, u hazil edi endi prosta, lekin oldim baribir. Mana o'sha biz hal qilgan puli bilan olingan mahsulot. 1 litr. Endi uyga borib sekin darslarni qilib ichamiz-da endi. Shunaqa. O'sha sokin ko'chalar va mana bu yerda palakat bosgan yer. Nega palakat endi bilmayman. Tushib ketishim bor, boshqa bor.
Ama nasıl bo'lishi mumkin? Sahab aytdim. Bu mahallaga gap yo'q. Sokin, suv bilan suvlar sepib tayyor qilib qo'yibdi men kelishimga. Endi bilganda. Bismillah. I'm at home, brother. I'm at home. Kimdir kelgan shekilli.